1.8 avtomat Lacetti'ning ishqibozlari bormi? Sizlar uchun Spark'ni puliga bitta zo'rdan topib qo'ydim. Narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Ma'lumotni birinchi beramiz har doimgidek. Siz undan oldin videomizga bitta laykchani bosib qo'ying va videoni aynan Lacetti 1.8 qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Buni bilgan biladi. Xo'p, Lacetti oq rangda lyuki bor, 2009-yil 200 mingina yurgan avtomat korobka. Balon holatlari ideal. Muhimi 4-pokoleniya metan gazlari ham qo'yilgan aka-ukalar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, Lacettining ikkita orqa kalenkasida ozgina kraskasi bor ekan. Yana ustalaringizdan kelib tekshirib olasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, taqalgani 6400 deyishyapti. 6400 ga Spark ham berishmayapti ko'chada. Ko'ringlar, ma'qul kelsa mana bu nomerlarga telefon qilingda, barakani qilib, mazza qilib eshakdek qilib miningsizlar. 1.8 avtomat Lacetti'ning ishqibozlari bormi? Sizlar uchun Spark'ni puliga bitta zo'rdan topib qo'ydim. Narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Ma'lumotni birinchi beramiz har doimgidek. Siz undan oldin videomizga bitta laykchani bosib qo'ying va videoni aynan Lacetti 1.8 qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Buni bilgan biladi. Xo'p, Lacetti oq rangda lyuki bor, 2009-yil 200 mingina yurgan avtomat korobka. Balon holatlari ideal. Muhimi 4-pokoleniya metan gazlari ham qo'yilgan aka-ukalar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, Lacettining ikkita orqa kalenkasida ozgina kraskasi bor ekan. Yana ustalaringizdan kelib tekshirib olasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, taqalgani 6400 deyishyapti. 6400 ga Spark ham berishmayapti ko'chada. Ko'ringlar, ma'qul kelsa mana bu nomerlarga telefon qilingda, barakani qilib, mazza qilib eshakdek qilib miningsizlar.